ilk mehmonimiz allaqachon studiyadalar. Ularni tanishtirib o'taman. Zangiota tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Umidjon Jalilov ilk suhbatdoshimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Marhamat, teletomoshabinlar bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Xursandmiz, qisqacha salom bo'ldi. O'zi bu sohada faoliyat olib boradiganlar jiddiy bo'ladi demoqchi. Kerak gaplarni aytishadi bo'ldi. Nuqta qo'yiladi bo'ldi. Uzoqdan aylantirib olib kelishmaydi va bugungi suhbatimiz ham manfaatli bo'ladi. O'sha bu mavzuda o'sha qiynalib yurganlarga balkim javoblar, savollariga javob topamiz. Agar sizda ham mana shu mavzuda va bu mehmonimizga savollaringiz bo'lsa, yuqorida aytib o'tdik, raqamlarimizni yana e'lon qilamiz. 71 kodi bilan 244 1332 raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda bemalol savollaringizga javob izlashingiz mumkin bo'ladi. Ana endi savollarimizga o'tadigan bo'lsak, notarial idoraga aholi eng ko'p qaysi savollar bilan murojaat qiladi? Hozirgi kunda mana shu savollar qanday? Hozirgi kunda notarial idoraga murojaatlar keskin kamaygan, aslini olganda, chunki ko'p harakatlar onlayn tizimga o'tib ketgan. Ya'ni fuqarolar o'zi bevosita maygov.uz sayti orqali ayrim turli notarial harakatlarni bajarishi mumkin yoki davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurib bajarishi mumkin. Hozirgi kunda demak ko'chmas mulk tasarruf etish bilan bog'liq shartnomalar, meros masalalari, avtotransport vositalarining oldi-sotdi shartnomalari shu kabi harakatlar. Demak, o'sha asosiy toifa onlayn ular ishlarini masofadan turib hal qilishyapti. Idoralarga murojaat kamaygan demoqchisiz. Shunday, misol uchun, avtotransport vositasini boshqarish uchun ishonchnoma berish 2 yil bo'ldiki, onlayn tizimga to'liq o'tgan. Ya'ni fuqaro o'zi xohlagan, istalgan vaqt uydanmi, uyali telefon orqalimi o'sha avtomashinasiga ishonchnoma berish. Bu sizning kasbiy faoliyatingizda zimmangizdagi vazifa kamayishiga olib keldimi yoki yana ham samaraliroq tashkil qilishga sababchi bo'lyaptimi? Oxirgi 2 yil davomida yuklama keskin kamayib bormoqda. Shu bitta bizga emas, balki butun respublika notariuslarida seziladi, hisobotda ham ko'rinadi. Chunki keskin barobarga qisqarib ketyapti. Baribir sizning sohangiz jiddiy e'tibor talab qiladigan jihatlari va o'sha biz bilmaydigan taraflari juda ham ko'p. Sizning sohangizda mana ish jarayonida eng e'tibor talab qilinadigan, diqqat qilish kerak bo'lgan ahamiyatli jihatlari nimada deb o'ylaysiz? Har bir notarial harakat albatta e'tibor qaratilishi lozim, chunki har bir xato uchun qonun bo'yicha notarius o'zi moddiy javobgar. Notarius bilib bilmasdan qilgan xatosi uchun o'zini hisobidan zararni qoplashga majbur. Ayni vaqtda mana viloyat hududida ham faoliyatingizni olib boryapsiz. Qancha vaqtdan buyon? 2010-yildan buyon. Oldingi vaqt bilan hozirni solishtirganingizda shu kasbiy faoliyatingizda qanday o'zgarishlar, yengilliklar bo'ldi deya olamiz? Chunki yildan yilga sohalarda yangilanishlar, o'zgartirishlar kiritib borilyapti. Bu sizning faoliyatingizni yana ham samarali tashkil qilish uchun hissa qo'shyaptimi? Albatta, mana 2017-yildan boshlab notariat tizimi butunlay shu baza, ya'ni notarius axborot tizimiga o'tganmiz. Ya'ni shu avtomashinani, misol uchun, ko'chmas mulkka taqiqlarni u notarius o'zi bevosita tekshirishi mumkin sayt orqali. Ilgari xat berilardi, shu baza yurituvchi notarial idoraga borib, o'tdan javobini olib keldilardi. Bu ba'zi 2-3 kun vaqtdan sarf etiladi. Misol uchun, mulk boshqa viloyatda joylashgan bo'lsa, Toshkentda rasmiylashtirilgan bo'lsa, u borib kelishga albatta bu fuqarolarga qo'shimcha xarajat, vaqt yo'qotish. Hozir 5-10 daqiqa davomida shu bitim rasmiylashtirsa bo'ladi. Fuqarolarimiz, ba'zi odamlar juda ham chigal vaziyatlarda ham mana shunday idoralarga murojaat qilishmaydi-da, o'zlari hal qilishga harakat qilishadi. Shu qanchalik to'g'ri o'zi? Endi o'zaro hal qilingan masalalar bor, lekin majburiy notarial tarzda rasmiylashtirilgan harakatlar bor. Buni misol uchun o'zaro hal qilib bo'lmaydi. Misol uchun mana nima muammolar ko'p chiqadigan narsalar qarz shartnoma. Odamlar endi ishonadi, oddiy tilxat bilan beraveradi katta summalarni. Vaholanki buni notarial idoraga kelib, notarius orqali rasmiylashtirsa ham bo'ladi. Ularda afzalligi nimada? Guvohim bor deb notariusga murojaat qilishmaydi-da. Shu to'g'ri. Lekin notariusga murojaat qilgan afzalligi borki, qarz qaytarilmagan taqdirda qonuniy javobgarlik. Qarz bergan fuqaro notariusga murojaat qilib, qarzimni ola olmayapman deganda, notarius unga ijro xati beradi. Ijro xati to'g'ridan to'g'ri majburiy ijro byurosiga taqdim etiladi.
o'zaro qarshi shartnoma rasmiylashtirgan taqdirda sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu avvalambor vaqt, advokatga xarajat, sarson-garchilikka olib keladi. Hozir teletomoshabinlarga eslatib o'tishimiz kerak. Ekraningizda manzillarimiz qayta eslatib o'tiladi. Agar sizni mutaxassisimiz bilan bog'liq masalalaringiz bo'lsa, ularni bizga yozib qoldirishingiz mumkin. Vaqtimiz chegaralangan, bilasiz, imkon qadar yetkazishga harakat qilamiz. Shuning uchun tezroq harakat qilasiz degan umiddamiz. Albatta. Va hozir ba'zi holatlarni aytib o'tyapsiz. Qarz bilan bog'liq holatlarda asosan muammolar kelib chiqayapti. O'sha o'zlarining orasida bo'lgan suhbatdan keyin baribir qonuniy javobgarlikka tortilmasa, u vaqtini surib yuraveradi. Shunaqa holatlar borda. Bu baribir oxirida aholini savodxonligiga borib taqaladida. Mana shu sohada ularni bilimini oshirib, o'zini huquqini bilgan holda shunaqa hujjatli joylarda to'g'ri hal qilish uchun biz aholi orasida qanaqa targ'ibot ishlarini olib borsak bo'ladi deymizmi yoki qanaqa qilib tezroq, samaraliroq o'rgatsak bo'ladi? Shu jarayonlarni Endi targ'ibot ishlari adliya organlari tomonidan, notariuslar tomonidan tizimli ravishda olib boriladi. Mahallalarga chiqib, joylarda u barcha masalalar bo'yicha targ'ibotlar keskin olib borilyapti. Emas, misol uchun qarshi shartnomani misol qilib aytganda, endi fuqarolarimiz huquqiy savodxonlik emas, or-nomus qilishadi shekilli. Notariusga boradi. Ishonmayman, shuncha ko'rib yuribman. Endi tilxat yozgani bor, bir xil shundoq berib yuboradigani bor ishonib. Lekin ba'zi holatlarda notariusga borish kerakligini bilmaydiganlar ham bor-da. Qanaqa rasmiylashtirish kerak o'zi? U jarayonni tushunmaydiganlar bor. Lekin bu bo'yicha ma'lumot doim beriladi. Misol uchun Adliya vazirligining Telegram kanallari bor. O'sha notarial palataning Telegram kanali bor, chatlar bor. U bo'yicha mana Facebookda sahifalar bor. Bu bo'yicha doim targ'ibot olib boriladi. Bu bexabar qoldi deyish menimcha noo'rin. Keling, mana teletomoshabinlarga foydali ma'lumot bo'lishi uchun shu jarayonni bizga qisqa, aniq tushuntirib bersangiz. Mana shu o'zi bilan qanaqadir jarayon sodir bo'lyapti. Kimdir undan qarz so'radi yoki o'sha buyumlar bilan bog'liq, ko'chmas mulk bilan bog'liq, oldi berdisi bilan bog'liqmi, qanaqadir holat u bilan sodir bo'lyapti. Lekin xat hujjatini qanday qilishni, qanaqa notariusga murojaat qilishni bilmayotgandir. Sizga o'zi murojaat qilish tartibi qanday bo'ladi? Dastavval nima qilsin, sizga nima hujjatlar olib kelish kerak bo'ladi? Qancha muddat talab etiladi buni rasmiylashtirish uchun? Xo'p, rasmiylashtirishga endi navbatga qarab, lekin 15-20 minut vaqt ketadi. Shu notarial harakat o'zini rasmiylashtirishga. Demak, talab etilgan hujjatlar faqat fuqarolik pasportlari. Keyin qarz beruvchi agarda qarz umumiy mulk qarz summasi puldan oylik kodeksiga asosan umumiy mulk hisoblanadi. Ya'ni turmush o'rtog'idan rozilik olinadi shu qarz berishga. Keyin rozilikdan keyin qarz shartnoma rasmiylashtiriladi. U yerda shu qarz summasi, muddatlari, qaytarish muddati, agar foizli bo'lsa foizi, foizsiz bo'lsa foizsizligi ko'rsatib o'tiladi. Avvallari o'sha odamlar Nargiz aytganidek bir-biridan uyalib, keyin endi notariusga borib yuramiz, bir qaytarib berasan dedi, berishgan. Lekin hozirgi kunga kelib hammamiz hushyor tortib qoldi, chunki shu og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deydi-ku, qarz mavzusi juda ham noziklashib ketdi-da, ya'ni ko'plab yurtdoshlarimiz aziyat chekdi. Hatto yaqin do'stlari ham aldab ketgan holatlarni eshitdik-da. Uni aybi shu guvoh ham bo'lmagan, rasmiylashtirilmagan ham va shunchaki voz kechib yuborganda. Hozir o'sha biz ogohlantirishimiz nima? Ogohlikka chaqiryapmiz, ogoh bo'ling. Pul mavzusida va bunday mulk mavzusida har kimga ham ishonaverish kerak emas. O'zi do'stlarning orasida pul buzadi degan gap bor. Shunaqa holat siz bilan sodir bo'lmasligi uchun albatta sergak tortasiz degan umiddamiz. Hozir o'sha onlayn, ya'ni notarius xizmati ham bor. Bu tizim qanday ishlaydi? Shu haqida aytsangiz. Onlayn notarial harakatlar amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Endi hali 100% hamma notarial harakatlar hali onlayn tizimiga o'tmagan. Lekin misol uchun avtotransport vositasi tasarruf etish shartnomalari, farzandi voyaga yetmagan farzandlarni xorijga chiqishga ruxsat berish, misol uchun rozilik arizalari, ishonchnomalar, boshqa misol uchun o'sha mulk egasi yoki sotib oluvchi chet elda bo'lsa ham shu e-notarius.uz sayti orqali kirib, o'ziga ma'qul kelgan notarius tanlaydi. Ikkinchi taraf o'sha notarial idoraga o'sha belgilagan vaqtda kelib turadi. Video konferensiya aloqa orqali shu notarial harakat rasmiylashtiriladi. Hozir yana bir mavzu bor, o'sha meros mavzusi. Endi so'ramoqchi edim. Juda ham nozik masala desam ham bo'ladi. Ba'zi oilalarda o'sha
janjallargacha olib keladi-da. Shu holatlar qanday bo'ladi sizni Meros faoliyatingizda? bu eng murakkab notarial harakat toifasiga kiradi. Endi nima deb aytishim mumkin? Ko'pchilik bunga jiddiy qaramaydi. Men o'tib ketganimdan keyin nima qilsalaring qillaring bo'lishib olasizlar o'zingizlar. fikrda bo'ladi-da, aksariyat keksalarimiz. Yoshlar endi shu uyaladimi, boshqa qiladimi, mulkni rasmiylashtiraylik deb endi otasiga, onasiga aytishga iymanadi. Ha, endi bu yoq o'zbekchilik endi. Lekin bu keksalar jiddiy qarash kerak bu masalaga, chunki bu meros masalasi ertaga haqiqatan shu aka-uka, opa-singillarni ham yuz ko'rmas qilib tashlaydigan masala. Va guvohi ham bo'ldik-da bu holatlarda, to'g'rimi? Ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Shuning uchun endi maslahatim shu odam baribir vaqt soati keladi, hammamiz ketamiz, bu dunyoni tark etamiz. Shuning uchun tirikligida shu mulkini farzandlar orasida taqsimlab qo'ygani menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Kelgusi nizolarni oldidan oladi, ikkinchidan. Uchinchidan meros bu bir kun, bir hafta, bir oyda bitadigan masala emas. Yillar davomida davom etadigan. Qancha vaqt talab qiladi? O'sha rasmiylashtirib holatiga qarab. Holatiga qarab. Misol uchun o'tga juda ko'p hujjat talab etiladi merosda. Misol uchun tirikligida hadya qilishga faqat shu mulk egasi xotini bilan yo eri bilan kelib shu farzandiga hadya qilib o'tkazib beradi. Shuni so'ramoqchi edim. Misol uchun yarim soat, 1 soat vaqt jalb etishi mumkin. Merosga misol uchun bir necha kundan boshlab bir necha yilgacha vaqt ketadi. Agar o'sha hujjat belgilanmagan bo'lsa, ko'p vaqt oladi-da, to'g'rimi? Da, agar misol uchun merosga, meros fuqarolik kodeksi 1135-moddasiga asosan, demakki merosxo'rlar kim hisoblanadi? Meros qoldiruvchining ota-onasi, er-xotin, farzandlari, shu boqib olgan farzandlari birinchi kategoriya merosxo'rlar. Endi misol uchun 70 yosh, 80 yoshda meros qoldiruvchi vafot etyapti. Buni ota-onasini o'lim guvohnomalarini topish o'zi masala bo'ladi. Ular holatlar bo'ladiki, O'zbekistonda vafot etmagan ular, boshqa davlatlarda vafot etgan. Misol uchun meros oluvchilar, farzandlar doda buvisi qayerda vafot etganini ham bilmaydi. U hujjatlarni rasmiylashtirish juda qiyin masala bo'ladi. Shunda meros oluvchilar kimlar bo'ladi deganda o'sha sanab o'tdingiz toifalarni? Bu birinchi toifa, 6 ta toifaga kiradi. Endi ko'pincha birinchi toifa qabul qiladi endi, baribir o'zbeklarda farzandlar ko'p. Ma'lumot tushib qoldi-da, biz kinolarda, turli xil xabarlarda eshitamiz. Kuchigiga yoki mushugiga meros qoldiradi-ku, bor. Boshqa davlatlarda bor, mana hozirgacha bor ijtimoiy tarmoqlarda o'qiymiz. Faoliyatingiz davomida bo'lgan. Butun boshli bizda bunaqa amaliyot yo'q. Chunki hayron qoladigan holat. Endi bu vasiyat deyiladi. Misol uchun inson tirikligida shu mulkini istalgan shaxsga yoki davlatga yoki bir tashkilotga vasiyat qilishi mumkin. Istalgan shaxsga meros qilishi mumkin. Davlatga vasiyat qilishi mumkin. O'zi misol uchun butun umr ishlagan ishxonasiga vasiyat qilishi mumkin. O'zini xohishi mulki tirikligida. So'z ustasini ham hazili bor edi. Bir shu badavlat yevropalik chet ellik bir shaxs o'z bor mol mulkini, bor dunyosini bir oddiy bir kichik kuchugiga berganda, u kuchuk his qilmayapti-da, u shuncha boyligini-da, shunchaki yuribdi-da, uni xizmatkorlari bor, uni mashinalari bor. Mana shunaqa holatlar ham kuzatib turamiz ijtimoiy tarmoqlarda. Xayriyat, bu kabi qo'shtirnoqchidagi holatlar bizda qonunchilikda bunga yo'l qo'yilmaydi albatta. Endi yana bir savol bor, albatta so'rab bering mutaxassisimizdan deyishdi. Yurtdoshlarimiz mana kimdir imkoniyati bo'lsa yaqinlariga hadya qiladi, o'zi istagan narsasini va bu hadyani merosdan qanaqa farqi bo'lishi mumkin? Uni rasmiylashtirish chog'ida deymizmi? Umuman tafovut bo'ladimi u mana shu ikkalasini orasida? Shu bundan oldin aytib o'tdim, ya'ni ikkalasi ham avvalambor mana misol uchun vasiyatnoma ham, hadya ham bu bitim. Lekin vasiyatnoma bir taraflama bitim. Ya'ni men o'zimga tegishli bo'lgan mol mulkimni falonchiga vasiyat qilaman deb qoldirdi. Lekin u qachonki kuchga kiradi, shu shaxs vafot etgandan keyin. Ya'ni vasiyat qiluvchi vafotidan keyin kuchga kiradi. Hadya bu tirikligida, mana men uyim, misol uchun o'g'lim senga, avtomashina qizim senga deb taqsimlab, bu o'sha ro'yxatdan, davlat ro'yxatdan o'tgandan keyin kuchga kiradi bu bitimda. Demak, bu hadyalarni ham birdaniga mulkdorga aylanadi. Lekin hadya kelgusida nizolarni oldini oladi. Ya'ni o'sha meros qoldiruvchining vafotidan keyin farzandlar bir-biri bilan talashib yurmaydi. Chunki hammaga meros qilib, mulkini o'tkazib, hadya qilib o'tkazib bo'lgan bo'ladi. Quloq tinch bo'lishi uchun hammasini xat hujjati bilan, yo'l yo'rig'i bilan qilgan ma'qul, albatta, albatta. Hozirgi paytda jarayonlar qanday ketyapti, nimalar bilan bandsiz va aholidan so'rab qoladigan masalalaringiz bo'lsa, jihatlaringiz bo'lsa, aytib ketsangiz bo'ladi.
Endi aholidan bir iltimosimiz bor. Notariuslar menimcha hammani shu iltimos bor. Misol uchun meros masalasi aytib o'tganimdek juda og'ir kategoriya ish bu. Lekin bo'ladiki holatlar misol uchun mulkdor vafot etgan bir 80-yillarda. Lekin shu 30 yil, 40 yil mobaynida hech kim notarial idoraga murojaat qilmagan. Vaholanki mulkdori farzandlari o'tib ketgan. Bunday holatda yanada murakkablashadi. Sababi misol uchun 6 ta farzandini o'tib ketgan bo'lsa, uni nabiralari merosxo'r hisoblanadi transmissiya bo'yicha. Ya'ni 6 ta odam o'rniga 30 ta 40 ta odamni jalb qilishga to'g'ri keladi. Ular yarmi chet elga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin. Iltimos qilamizki, notariuslar nomidan meros masalasini shu qisqa muddatda rasmiylashtirish. Avvalambor bu fuqarolar o'ziga foyda. Ya'ni tezroq mulk qo'liga o'tadi. Albatta. Osilib yotmaydi. Keyin vaqt tejaladi. Chunki hamma tirikligida baribir rasmiylashtirish jarayoni tezroq bo'ladi. Osonroq bo'ladi. Osonroq bo'ladi, ham moddiy jihatdan arzonroq tushadi. Chunki misol uchun 30 ta odamdan son bilan aytganimda meros qabul qilmayman degan odamdan merosdan voz kechish to'g'risida ariza rasmiylashtiriladi. Hozirgi kunda bu bir shaxs ariza narxi 75 ming so'm. 6 ta odamniki 75 ming qancha bo'ladi? 30 ta odamdan 75 ming qancha? Bu pul jihatdan ham misol uchun ancha tejamli bo'ladi. Ha. Vaqt jihatdan, pul jihatdan foydaliroq bo'ladi. Juda ham yaxshi, ajoyib ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdingiz. Sizga rahmat aytib qolamiz. Erta tongdan bo'lsa-da